Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz yurak yetishmovchiligi. Yurak yetishmovchiligi o'zi nima? Keltirib chiqaruvchi sabablari, mexanizmlari haqida gaplashamiz. Xo'p, yurak yetishmovchiligi ikki xil yurak yetishmovchiligimiz bor. Sistolik yurak yetishmovchiligi va diastolik yurak yetishmovchiligi. Bular ham o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Sababiga ko'ra contractility, ya'ni qisqaruvchanlikning tushib ketishi bilan boradigan yurak yetishmovchiligi и afterloadni ortib ketishi, ya'ni yurakdan chiqay turgan nagruzkani ortib ketishi bilan boradigan yurak yetishmovchiligi. Endi qisqaruvchanlikning tushib ketishiga o'z navbatida 3 ta sababi bor. Birinchisi miokard infarkti. Miokard infarktida, ya'ni yurak kardiomiotsitlarining yurak mushagining o'lishi natijasida mana belgilab qo'yganimiz, mana shu qism qisqarishga javob bermaydi. O'zi yurak yetishmovchiligi nima degani? Yurak yetishmovchiligi yurakdan chiqay turgan qon hajmining kamayib ketishi. Ya'ni yurak qisqarib, qonni otib beryapti. U qon to'qima va a'zolarga yetarli oziq modda kislorodni ta'minlay olmaydi. O'sha hisobiga miokard infarktida ma'lum zona qisqarmaganligi uchun bunda miokard infarktidan kelib chiqqan yurak yetishmovchiligi deyiladi. Ikkinchi sababi dilatatsion kardiomiopatiya. Bu asosan yurak kameralarining kengayib ketishi natijasida fraksiya vibras, ya'ni kardiak outputning tushib ketishi bilan namoyon bo'ladigan holat hisoblanadi, kasallik hisoblanadi. Uchinchisi miokardit, ya'ni yurak ma'lum qismining xuddi bu miokard infarktiga o'xshash yurak ma'lum qismining yallig'lanishi, ishlamasligi natijasida qisqaruvchanlik kam bo'lgandan keyin o'z-o'zidan qon otib berish past. Endi qisqaruvchanlik kam bo'lgandan keyin qon otib berish kam bu holatda, lekin qonni yurakka kelishi me'yorida, lekin otib berish kam. O'sha holatda yurak ichkaridan bosimga uchraydi, ichkaridan qon tashqariga qarab bosimga uchraganligi natijasida bunda dilatatsiya, ya'ni yurak kameralari kengayish yuzaga keladi. Kengayish yuzaga kelgandan keyin left ventricular ejection fraction, chap qorinchaning chiqarish foizi 40% dan tushib ketadi. Bu qisqaruvchanlikning kamayishi bilan boradigan yurak yetishmovchiligi. Endi keyingi turimiz bu afterloadning ortib ketishi, ya'ni yurakdan chiqay turgan nagruzka hisobiga. Misol uchun bu keltirib chiqarish sababi surunkali hypertension, surunkali qon bosimi kasalligi bor bemorlarda ham xuddi shunaqa. O'zi qon bosimi nimaga teng? Qon bosimi teng systemic vascular resistance, ko'paytirilgan cardiac output. Endi bu nima degani? Yurakning bir marta qisqarganda otib bergan qonini qon tomirlari umumiy qarshiligi ko'paytirsak, qon bosimi kelib chiqadi degani. Endi qon tomir umumiy qarshiligi ortgan vaqtda cardiac output tushadi. Va qon bosimi ortadi. Bunda nima bo'ladi? Surunkali qon bosimi kasalligi bor bemorlarimizda qon tomirlarimiz qisqargan holatda bo'ladi. Qon tomirlarimiz qisqargan holatda bo'lgandan keyin yurak bemalol qonni otib berolmaydi. Chunki qon tomirlari umumiy razmeri kichkina holatda bo'ladi. Shu holatda bu qon bosimidan kelib chiqadigan yurak yetishmovchiligi. Ikkinchisi aortal stenoz, ya'ni yurakda chiqay turganda yurak kamerasi bilan qon tomir o'rtasida darvoza, ya'ni klapan bo'ladi. Mana shu klapan yaxshi ishlamasligi, stenozlanishi, kalsinatlanishi natijasida yurak qonni otib beraveradi. Darvoza eshikka urilib, yurak qon qolib ketaveradi qorinchada. O'sha hisobiga kelib chiqadigan yurak yetishmovchiligi. Endi bunda nima bo'ladi? Bunda chiqib turgan, ya'ni qon tomirdagi qarshilikning yuqoriligi natijasida yurak zo'riqib ishlaydi. Yurak qonni
qonni chiqarish uchun qiynalib ishlaydi. Xuddi misol uchun sportsmenlarimiz tosh ko'targanda muskullari chiqqani, muskullari kattalashgani singari yurak ham xuddi shunaqa nagruzka bilan ishlaganligi uchun qalillashib ketadi. Qalillashib ketadi. Endi qalillashgandan keyin nima bo'ladi? Gipertrofiya bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Buni yurak kameralarini ichki razmeri kichrayadi. Ichki razmeri kichraygandan keyin feeling sig'adigan qon hajmi kamayadi. Qon hajmi kamaygandan keyin o'z-o'zidan cardiac output yurakning bir marta qisqargandagi chiqargan qon hajmi kamayib ketadi. Endi nima demoqchiman? Xullas, qisqaruvchanlikning kamayib ketishi va yurakdan chiqay turgan nagruzkaning ortib ketishi ikkalasining ham mexanizmi yakuni cardiac output, ya'ni to'qima va a'zolarga qon borishining kamayib ketishi natijasida yuzaga keladi. Endi